inson hayoti shunchalar nozik xilqatki, kelajak taqdir seni qay yo'sinda sinashini oldindan bilib bo'lmaydi. Bugungi qahramonimiz eshitish va gapirishida muammosi bo'lgan kohlear implantatsiya qilingan bolalarni gapirtira olgan fidoyi ustoz professor Ubayda Fayziyevadir. Bugun qanday kun? Bugun Qanday kun bugun? Dushanbami, seshanbami, qanday kun? dushanba. Bugun dushanbami? Dushanbami bugun? Dushanba. Yo'q. Seshanba. Yo'q. Bugun shanba. 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 Neni to'g'ri? Ba. Ba. Ertaga qanday kun? Ertaga qanday kun? Yakshanba. Qanday kun ekan? Ertaga yakshanba bo'ladi. Yakshanba bo'ladi. Yaxshi. Siz ko'rib turgan ushbu makonda umidsizlikka tushgan ko'ngillarda hayotga muhabbat uchqunlari yoqilgan. Gapirish, so'z aytish baxtidan mosuvo bolalarga talaffuz qilishdek mo'jizaviy imkonga yo'l ochilgan. Katta qalb egasi Ubayda Fayziyeva o'g'li Tohir Fayziyev bilan birgalikda ushbu inklyuziv ta'lim markazini hech qanday moddiy manfaatlarsiz yaxshilik umidida tashkil etishgan. Bo'stonliq tumanini Burchumala degan qishlog'ida tog'li hududda tug'ilganman. U hududda faqat forsiy tilda gaplashadigan aholi yashaydi. Tog'li hududda u qishloqdan bu qishloqqa borish uchun kamida 4-5 kilometr yurish kerak edi o'sha paytda. Daryodan o'tish kerak edi. Buvim yashaydigan, dadam yashaydigan joyga borish uchun o'sha masofani chopqillab borib qaytib kelishim kerak edi. Shuni bitta nafasda yugurib borib kelardim. Balkim ana shu narsa meni organizmimni baquvvat bo'lishiga, chidamli bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Nemis tilini yaxshi biladigan o'quvchilar butun O'zbekiston bo'yicha Germaniyaga bizni jo'natdi. Shunda konkursdan o'tib Dresden shahriga borganmiz. Va u yerda she'r o'qiyman, endi gapiraman. O'shanda birinchi marta chet elga chiqib kelganman. Drezdenda bo'lganman. Qahramonimiz otasining taklifi bilan Respublika xotin-qizlar pedagogika bilim yurtida tahsil oladi. Mehribon ustoz bo'lishdek orzu-niyat bilan izlandi, o'rgandi. Bu orada taqdir uning hayotini Abdurahmon Fayziyevdek samimiy va sofdil inson bilan bog'ladi. Shundan bitta farzandli bo'ldim. Ishga chiqmadim hali. Bir kuni ko'chada o'sha raykom sekretari ko'rib qolib, mashinani to'xtatib, "Biza seni umuman yo'qotib qo'ydik, qayerdasan o'zi?" dedi. Endi adresi yo'q. Men aytdim, "Hech qayerda men ishlamayapman" dedim. "Bunaqa bo'lmaydi" dedi. "Seni davlat o'qitib qo'yibdi. Bu kasb hammaga hozir joy borish kerak." Xullas, o'sha kar bolalar maktabiga menga yo'llanma berdi 2 yilga. Hayotimda hech ko'rmagan ekanman. Bularni shuncha ko'p bo'lishini tasavvur ham qilmagan ekanman. O'shanda maktabda 300 dan ortiq bola o'qir ekan. Eng kattasi 24 yosh, ya'ni mendan ham katta. Maktabga kech borgandan keyin ular 12 yil o'qirdi. Keyin menga o'zbek tilida o'zbekcha sinf ochib berishdi. Keyin men endi o'qitishni bilmayman-ku. Endi ommaviy maktab bo'lsa bemalol o'qitaman, lekin bularni bilmayman-ku. O'rganasan deyishdi. Keyin men aytdimki, mayli, meni ham bitta shartim bor dedim. Bitta o'ris sinfga biriktirasiz dedim. Uni darsini ko'raman-dek, xuddi shuni o'zbekcha beraman dedim. Endi bu internat sharoitida mumkin emas. Nimaga? Birinchi smenada o'qiydi, o'qituvchi ketadi, keyin tarbiyachi bolalarni olib qoladi. Endi ana o'qituvchi mayli men uni darsida o'tirsam ham menga bergan sinf ikkinchi smenaga o'tish kerak. Tarbiyachining ish rejimi buziladi. Keyin menga sharoit qilib berishdi. Rahmatli o'sha o'qituvchi Vera Diyevna degan ayol sabr bilan menga o'sha darsni u beradi, hammasini yozib olaman.
obeddan keyin o'zim dars beraman. Mana shunaqa qilib kar bolalarni o'qitishni o'rganganman. Bu oson narsa emas. Keyin ochiq dars bersin dedi. Ochiq dars berganimdan keyin haligi Vera Diyevna aytdiki, "Всё" dedi. "San uchun meni eshigim yopiq" dedi. Nimaga desam, "O'rganding endi. Sen bilasan, men har kuni imtihon topshirardim. Sen ko'zingni mana shunday qilib qarab o'tirasan, seni oldingda для меня каждый мой урок был экзаменом" dedi. Boshqa qo'ymadi, lekin bir umr shu ayoldan minnatdorman, chunki o'rgandim o'qitishni. Bu bilasizmi nechinchi yil? 68-yil. O'zimni bolam yosh bola, yo'li narigi betida uyim, berigi betida maktab edi. Internat. Shunaqa taqdiri qarang-da. Katta o'g'lim o'shanda endi fevralda tug'ilgan bo'lsa, sentyabrda ishga borgan bo'lsa, hali 1 yosh bo'lmagan. Uyni betiga ko'rpani yoyib, bu yog'iga bitta butilkada suv, bu yog'iga bitta butilkada kasha qo'yaman-da, yugurib ketaman darsga. Darsdan kelaman, xabar olaman, yana boraman. Shu 1,5 oy ishlaganimdan keyin shu paytda maktabning direktori ham o'ris kishi edi. Xullas kalom, "Где ее ребенок?" debdi. So'rabdi. Keyin uyga tashab keladi u. Desa, uyi qayerda deb qiziqib, endi insonparvarlikni qarang-da. Boribdi uyga. Qarasa bolam yotibdi. O'sha paytda biz hali kvartirada turamiz, birovning uyida, uyimiz yer qimirlaganda buzilgan. Keyin o'sha yerda kvartirani turar ekansa, "Ha, ana anta turadi. Bolasini tashab ketadi har kuni" deb derazadan kelib qarasa, bolam o'ynab, butilka emib, turib qarab turishibdi-da. Keyin ko'chada kolyaska. Bolani olib, kolyaskaga solib, internatning hovlisiga olib kirgan. Men endi tanaffusda bolalar bilan chiqdim-da. Direktor chaqirdi-da, kolyaska vurdi, menikiga o'xshaydi. Keyin "Bolang qani?" dedi. Men aytdim, "Bolam uyda" dedim. "Bolangni ovozdan taniysanmi?" dedi. "Nega unaqa deyapsiz?" dedim. Bolani ovozi chiqyapti kolyaskada. Hech xayolimga kelmaydi, işte bu odam borib meni bolamni olib kelgan bo'lishi mumkin. Qarasam kolyaskada meni bolam. "Bundan keyin bolangni olib kelgin" dedi. Anu birinchi smenada ishlaydigan tarbiyachilar qarab beradi bolangni dedi. Ya'ni o'zbek sinfi ochilib, o'zbek tilida bolalar, kar bolalar o'qitilishi uchun shunchalik sharoit ham qilib berishgan menga. Bu nima? Nima? Ha. Nima? Nima bu mehmon? It. Bu nima? Nima bu? Unda yo'q. Mushuk. Bu nima? Qo'y. Bu nima? Mol yo'qmi? Tovuq, xo'roz. Yaxshi. Endi imo ishorani bilmayman. Ular hammasi imo ishorani biladi. Men faqat gapirtiraman ularni. Bir marta bittasi qo'lini ko'tarib, men shu men uchun ko'zimni o'ngidan ketmaydi. O'rnidan turdi-da, bunday qildi. "O'tir" dedim. "Mumkin emas" dedim. 3-4tasi o'rnidan turdi-da, ular ham ches berishdi.
ches beryapti deb o'yladim. Qo'shni sinfga chiqib aytdim, bolalarim hammasi menga ches beryapti desam, "Voy chiqarib yubor dedim, u hojatxona degani. Ko'rdingizmi? Ularni imo ishora tili butunlay boshqacha. Uni tushunish uchun uni yodlab olishingiz kerak. Endi meni yodlashim juda qiyin o'sha paytda parallelni. Ham o'qitishim kerak, ham imo ishorasini o'rganishim kerak. Imo ishorani bilmaganim uchun meni bolalarim gapirib ketdi. O'rislar hayratda qoldi. Chunki ular tushunmaganini imo ishora qiladi, men qilmayman. Bilmayman-ku. Ovozli nutqni beraman, ovozli nutqni talab qilib olaman. Sizni siringiz bunda. Sirimni hammasi shunda bo'lgan. Keyinchalik imo ishorani o'rgangan bo'lsam ham hech ta'lim jarayonida men qo'llamaganman. Bu tasodifmidi? Yaxshilik qilishga imkonmidi? Yoki o'ksik qalblar uchun mukofotmidi? Aynan mana shu hodisa, mana shu muhit qahramonimizni bolalar ta'limida yangi izlanishlarni amalga oshirishga chorlaydi. Sen o'ylamagin, bu yerda qolib ishlayman deb dedi. O'zi o'ylayotganim yo'q edi. Sen hech qachon surdopedagog bo'la olmaysan. Nega dedim. Sen bolalarni o'qitdim, shundan mutaxassis bo'ldim deb o'ylaysanmi? Buning uchun Moskvaga borib o'qib kelishing kerak. O'shanda sen surdopedagog bo'lasan. O'shanda bu bolalarni o'zbek tilida o'qitish mumkin bo'ladi. Yana yilga sen ketasan, bu ham rus sinfi bo'ladi dedi. Ko'ramiz dedim. Keyin o'zimcha o'yladim. Men aytdim, shu bolalar endi o'zbekcha gapirishni boshladi. Men endi ketsam, yana o'rischa o'qishni boshlaydi. Men niyatim yurist bo'lish. Yurist bo'laman deb yurardim. Keyin o'sha ikkinchi bolamga homiladorman. O'quv yili tamom bo'ldi oyda. Keyin vazirlikka bordim. Vazir oldiga kirdim. Men aytdim, Moskvaga men shu sohaga o'qishga bormoqchiman dedim, arizamni qo'ydim. Ahvolimni ko'ryapsiz, holingda-ya dedi. Ha dedim, qo'limda bolam. Qanaqa qilib o'qimoqchisan dedi. Unisini siz menga sharoit yaratib bering dedim, o'qishmandan dedi. Shu bilan yo'l kira, прожиточный, hamma narsa komandirovочный qilib qo'limga berdi. Biletni ham olib berdi. Qo'limdagi bolamga ham bilet oldim. Xo'jayinim endi aytdim-ku, revizor ko'pincha komandirovkada bo'ladilar. Xat yozdim. Shu sohada qolmoqchiman, o'qimoqchiman, shuning uchun o'qishga ketdim men. Xafa bo'lmaysiz. Adam oldiga keldim. Adam, mana shunaqa ketdim. Oyimga bildirib bo'lmaydi. Agar oyim mutlaqo qarshi. Dedim, mana shunaqa dedim. Buchi dedi. Agar olib yasliga bersangiz tashlab ketaman. Bo'lmasa olib ketaman, mana bileti bor dedi. Bileting ham bormi? Abdurahmonchi dedilar. Ularga xat yozdim. Endi qarang-da, 20 yoshga endi to'lgan yosh boladek fikrlashim kerak edi. Endi hozir masalan uni qilishga jur'at qilmasdim. Xullas kalom ketdim Moskvaga. Bolam qoldi To'ytepada. O'sha yerdagi o'qituvchilar shunaqa meni yaxshi ko'rib qolishdi. U odamlar tarixiy odamlar, o'sha hammasi vafot etib ketgan. O'sha bitta semestrda birinchi kursni tugatib, ikkinchi kursga o'tib keldim. Ketishdan oldin SSR vazirini oldiga kirdim. Ariza yozib. O'zbekistonda shu narsani surdopedagogika yo'nalishi O'zbekistonda ham ochilsin. Bizda 21 ta maktab bor, mutaxassis yo'q. Va bolalar faqat rus tilida o'qiydi. Ular hech qachon o'zini ona tilisini bilmaydi. Deb kirdim. Shu holingda o'qishga keldingmi dedi. Ha dedim. Birinchi kursni tugatdim, ketyapman dedi. Lekin iltimos, mana shu meni arizamni ko'rib chiqing. O'sha o'zbek xalqi uchun ham sharoit yaratib bering. Bolalar o'zbek tilida gapiradigan bo'lsin. Deb mayli sen boravergin dedi. Keyin keldim. Iyul otpuska, avgust oxirida ishga chiqdim. Chiqib ishlayotgandim, bir mal direktor aytdiki, Ubayda dedi, surdopedagogika ochilayotgan ekan Nizomiyda dedi.
urre ochilibdimi dedim. Ha, ochilibdi, mana xabar keldi dedi. Ubayda opa yangi ish boshlagan kezlarini eslar ekan, sabr va matonat, mehr va mehnat, umid va ishonch bilan qanchadan qancha bolajonlarning hayotlari o'zgarganini quvonch bilan tilga oladi. Sizlarga yana bir marta ta'kidlab aytamanki, bitta meni qilgan ishim bilan bolalar mana shunday bo'lmaydi. Bularni har bittasini ota-onasi yonimda turib, shu 24 soatni kamida 6 soatni shu bola bilan shug'ullangan. Shuning uchun shunday natijaga erishdi. Shuning uchun sizlardan ham iltimos, har doim topshiriq beraman. Uyda bajarib menga video qilib, hozir imkoniyat katta. Chiqmagan joyini ustoz mana bu yerga chiqmayapti. Ustoz mana buni eshitingchi, to'g'ri ishlayapmanmi degan savol berishdan hech ham qochmang. Lekin yana bitta narsani aytay. Kimda kim bolasini erkalab, faqat uni etganini qilsa, umrbod o'shani quli bo'ladi. Buni ham bilib qo'ying. Sizni ham farzandlaringiz kelajakda mana Mirfozilga o'xshagan, bu qizlarimga o'xshagan, yigitlarimga o'xshagan bo'lishini orzu qilaman men. Siz orzu qilasiz, lekin men sizdan ham yuqori orzu qilaman. Har kuni shu baydamga borardilar, har kuni tinimsiz harakat qilardilar, lekin uyga borib o'sha anaqa eshikni qulflab, anaqa o'qitardilar. Yig'lasam ham anaqa qilsam, bu nima derdilar. Agarda aytmasa, bermayman derdilar. Ko'chaga olib chiqib borib ketardilar. Bu nima deb. E'zoza 1-sinfga maktabga borganida hech kim buni eshitmaydigan qiz deb o'ylamagan. Shu darajada o'sha mehnatimiz mevasini ko'rsatgan bu. Va maktabda 1-sinf o'quvchilarining ichida eng a'lochi qiz deb bunga maqtov yorlig'ini bergan. Va o'sha kuni oyisi adasi emas, dodasi borgan. Dodasi hech ishonmagan odam, qarasaki, hamma 1-sinf bolalari bir tomon, E'zoza bir tomon. 1-o'rindagi a'lochi qiz bo'lgan bu. Buni tasavvur qilish juda ham qiyin. Dodasi yig'lab kelgan uyga. E'zoza a'lochi ekan, buni men hech kutmagandim deb. Mana to bu yil Xudo xolasa maktabni bitiradi, yaxshi o'qiydi, ilg'or o'quvchilar oldida. Shuning uchun men faxrlanaman bu qizim bilan. Shifokorlar ko'pincha tashxisni to'g'ri qo'ymaydi. Oybekni olib kelganda oyisi aytdiki, ustoz, meni bolam nafaqat eshitmaydi, aqli zaif deyishdi. Lekin men bolani ko'ziga qarab, uni aqli qay darajada, rivojlanish qay darajada ekanligini aniqlash imkoniyatim bor. Men aytdim, yo'q dedim. Buni aqli zaif emas. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lab onasi ishonqiramay. Mana Xudoga shukr, aqli joyida. Hozir bu ham o'qiyapti, ham dodasi xususiy ish olib borsa, u yoqqa ham bordi. Lekin tanlashda oyisi uyga olib keldi. Bu o'sha shashlikka borsinmi yo mashina tuzatgani yaxshimi? Mashina tuzatadigan ustozimga telefon qilib so'rasam, aytdiki, "Yo'q, men uni qo'yib yubormayman" dedi. Nechta shogirdim bo'lsa, ichida eng to'g'risi ishi qo'ldan keladigani shu dedi. Hammasi asbobni tashiydi ketadi, bu hammasini tozalab, moylab, joyiga qo'yib, ana undan keyin ustoz ketsam maylimi deb ketadi. Qani, sog' bolalarning ta'limi-yu, buni ta'limi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu bola o'zining ustida juda ko'p ishlaydi. Keyin otasi ham juda talabchan. O'g'il bolani tarbiyalashda albatta otaning roli juda katta. Bu bola ham kelganida hech qanday umid yo'q edi. Oilasida yana bitta nogiron bor. Bu ham shunaqa bo'ladimi deb ota-onasi juda ham katta tashvishda edi. Lekin
o'zi judayam tirishqoq chiqdi. Aytganimni aytar edi. Hatto shu guruhda dars o'tayotgan paytda bilmasa, qara, mana bunaqa bo'ladi deb yonidagi o'rtog'iga ham ta'sir ko'rsatishga harakat qilar edi. O'zini harakati, bizni mehnatimiz va albatta onasini mehnati. Onani mehnati men har doim ta'kidlaymanki, o'sha aytgan chiziqdan chiqmas edi. Kerak bo'lsa yana bir marta uyga kelib, "Men bu bo'lmayapti, qanday bo'ladi" degan kunlari ham bo'lgan. Mana hozirgi kunda juda katta orzusi bor. Bu ham rassom bo'lmoqchi. Avvalambor shu narsani aytmoqchimanki, bitta oilada ikkita boladan jabr ko'rgan ota-onani qo'llab-quvvatlamasdan hech iloji yo'q. Katta qiz keldi kichkinaligida, uni gapirtirib endi ko'kragi ko'tarib xursand bo'lganda, ikkinchi qiz ham olib kelishga ham cho'chib turdi. Voydapa, qarangchi, eshitmasmikin shu bola ham. Keyin qarasak eshitmaydi. Va bu qizda ham xuddi Sirojiddinga o'xshab shijoati baland. Juda ham opasini ko'rgan, uyda shug'ullanayotganini, buni harakati albatta bizni darslarimiz, onasini qilgan mehnati tufayli bu shuncha darajaga yetdi. Bu juda jadal ketdi. Opasiga tez yetib oldi. Chunki o'sha opasini ko'rgan tajribasi bor edi. O'shanga ham tayandi. Asal qiz. Robiya qizimni tashxisi ancha og'irroq boshqalarga nisbatan. Nutqi chiqqan, ravon, lekin haligacha o'ziga uncha ishonchi yo'q. Lekin harakat qilasan, hammaday bo'lishga, kasb tanlashga. Lekin har qanday qiz asosiy hayotidagi narsa oila tutish, oiladagi madaniyat, uy ro'zg'or ishi, buni hammasiga bu judayam usta hamma narsani qiladi. Kelajakda yaxshi ona bo'ladi, Xudo xolasa yaxshi farzandlar ko'radi. Allohim baxtini bersin shunday ulug' kunda. Men shuni talab qolaman. Robiya. Menga qara. Juda chiroyli katta qiz bo'psan-ku. Katta yigit bo'lgin, orzularingga erishgin. Bu juda katta dizayner bo'ladi. Butun o'sha arxitektura, dizayn bo'yicha qilgan ishini butun dunyo tan oldi. Birinchi o'rinni oldi xalqaro konkursda. Yutug'i juda katta. Mumkinmi domla? Assalomu alaykum. Keling ustoz. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Esonaman. Hozir yaxshiman. Rahmat. Salomatgina. Xudoga shukr. Voydapa keling. Bitta duo qilib qo'ying Voydapa. Ilohim amin. Har doim ishingizni rivojini bersin. Fakultetimiz bundan ham obro'li bo'lsin. Maxsus ta'lim undan ham obro'li bo'lsin. Tikaniz kelsin. Voydapa, juda xursandman ko'rganimdan. Siz butun fakultetga quvvat bo'lasiz. Shu jumladan menga bo'lgan e'tiboringiz meni ilhomlantiradi ishlashga. 90-yillar bo'lganmi? Farzandlaringiz qatorida yana ikkita o'g'ilni, ularni o'ziz o'g'il qilib katta qilib olgansiz, uylantirgansiz. Endi hech shularni asrab olgan deyishsa ko'nglimga dilim og'riydi. O'ziz o'g'lingiz bo'lib ketganda endi ular. O'zimni farzandlarimni orasiga shunday quyib qo'ygandek, bolalarim ham ularni hech qachon ajratmaydi. Men ham uncha asrab olgan deyilsa dilim og'riydi.
kechga qolmang. Bo'pti, yaxshi qoling. Xo'p. Men mana shu pedagogik faoliyatimizda bularning to'lqinlanib farzandlaridek qilib gapirgan paytlarida mana shu alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida ular haqida gapirgan paytida man markaz bilan tanishishni ixtiyor qildim va markazga borib turib bolalar bilan muloqotini ko'rganda yana bir kitob singari bir bularni o'qish, ularni o'rganish kerakligini o'zimga maqsad qilib qo'ydim va ustozimizdan juda ham ko'p maslahatlar, ish faoliyatlari bilan tanishish natijasida ular bilan bo'ladigan munosabatlar, oilaviy qo'shnichilik munosabatlari, mahalla bilan ishlash, jamiki nima olish mumkin bo'ladigan bo'lsa, bulardagi bor narsalar xuddi menga kitob o'qigandek, sahifalarni ochganda qanday huzur qiladigan bo'lsak, xuddi shunaqa huzur baxsh etdi. Alaykum assalom, o'tiring. Bugun hamma darsdanmi? Tayyormisiz? Unda darsni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz endi bayram arafasida bo'lsa ham o'zimizni har doimdagi fanimizni mavzusini olib ketamiz. Ya'ni bugun kohlear implantatsiya bo'lgan bolalarning reabilitatsiyasi nimadan boshlanadi? Reabilitatsiya jarrohlikdan keyin qanday ishlar amalga oshiriladi? Mana shu xususida bugun biz siz bilan gaplashamiz. Aziz ayollar, shu bugun hammangizni farzandni tarbiyalayotganingizda atrofingizdagi qo'ni qo'shnilaringizni bolalarimi, tanishmi, notanishmi hammasiga mehr bera oladigandek keng qalbli bo'lishingizni tilayman va bayram bilan tabriklayman. Ubayda Fayziyevaning faoliyatini to'liq yoritishga imkonimiz bo'lmadi. Lekin uning amalga oshirgan ishlari tahsinga loyiq. U 2 nafar bolani o'z qaramog'iga olib, eshitishda muammosi bo'lgan insonlar uchun o'zbek alifbosini yaratdi. Qolaversa, inklyuziv ta'limni O'zbekistonda ilk bor amaliyotga tatbiq etgan fidoyi ustozlardan biri. Har yili chop etiladigan kitoblari ko'plab shogirdlari uchun dasturil amal bo'lib xizmat qilmoqda. Uning o'g'li Tohir Fayziyev esa onasining ishlarida yaqin ko'makchi sifatida ko'plab bolalarning baxtli hayotiga hissa qo'shmoqda. Zero inson qadri yuksalgan yurtning kelajagi buyuk bo'ladi.